Boshlaymiz. 4-mavzu geometriyadan uchburchak tengsizligi. Uchburchak tengsizligi nima? Deylik, bizga 3 ta kesma berilgan bo'lsin. Oddiy qilib aytsa, 3 ta tayoq berildi, 3 ta cho'p berildi. O'sha 3 ta cho'pni uchlarini tutashtirib, uchlarini birlashtirib, uchlarni birlashtirib uchburchak yasa bo'ladimi har doim? Har doim bo'lmaydi. Mana masalan, bitta cho'pimiz mana bu uzunlikda bo'lsin, ikkinchi cho'pimiz mana bu uzunlikda bo'lsin, uchinchi cho'pimiz mana bu uzunlikda bo'lsin. Faraz qilaylik. Bu 3 ta cho'pni, 3 ta kesmani uchlarini birlashtirib uchburchak hosil qilib bo'lmaydi. Masalan, mana bu ikkitani bittasini mana bunday qilib joylashtirsak, ikkinchisini bunday qilib joylashtirsak, ular bir-biri bilan tutashmay qoladi. Demak, doim ham uchburchak yasab bo'lmas ekan 3 ta kesmadan. Qachon yasab bo'ladi degan savolga javob beramiz. Agar bitta kesma, o'sha 3 ta kesmadan ixtiyoriy bittasi, qolgan ikkitasini yig'indisidan kichkina bo'lsa. Mana uchburchak tengligini ham aytib qo'yib, uchburchakning ixtiyoriy tomoni uzunligi qolgan ikki tomon uzunliklari yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak. Agar teng bo'lib qolsa-chi? Teng bo'lib qolsa, mana bu kelatdan keyin buni ustiga tushadi. Bu kelatdan keyin buni ustiga tushadi. Bunda ham uchburchak hosil bo'lmay qoladi. To'g'rimi? 3 ta kesma bor edi, ikkitasini uzunligini ulasanglar, uchinchisini uzunligini beryapti. Uchburchak yasa bo'ladimi? Yasa bo'lmaydi. Tushunyapsizlar? 3 ta sim bor, tarang tortilgan sim. Ikkita kichkinaroq simni ulasanglar bir-biriga, uchinchi simni uzunligini beradi. Ulangan ikkita simni bitta uchini uzun simni bitta uchiga tutashtirib, ikkinchi uchiga tutashtirsanglar, boya ulangan joyi uzun simni o'zida yotib qoladi-da. Tushunyapsizlar? Xo'p, demak, uchburchak tengsizligini algebrik ko'rinishi mana yozuvi qanaqa bo'ladi? A kichkina b plus c dan, b kichkina a plus c dan, c kichkina a plus b dan. Mana shu narsa uchburchak tengizligi deyiladi. Tushunarli? Xo'sh, endi yana bilishimiz kerak bo'layotgan quyidagi 3 ta narsa bor. Birinchisi, uchburchakning katta burchagi qarshisida katta tomoni yotadi, kichik burchagi qarshisida kichik tomoni yotadi. Uchburchak katta burchagini ko'ryapsizlarmi? O'sha burchak qarshisida, demak, o'sha burchak katta tomoni yotibdi deysizlar. Kichkina burchagini ko'ryapsizlarmi? O'sha kichkina burchak qarshisida kichkina tomoni yotibdi deysizlar. Ikkinchi, uchburchak katta tomonini qarshisida katta burchagi, kichik tomon qarshisida kichik burchagi yotadi. Shuni aksi. Boya katta burchak qarshisida katta tomon yotgan bo'lsa, endi katta tomonni qarshisida katta burchak yozib qo'yamiz. Kichkina tomonni qarshisida kichkina burchak yotadi. Va uchinchisi, kattani kichkinani ko'rdik, teng bo'lsa-chi? Uchburchak teng burchaklar qarshisida teng tomonlari yotadi, teng tomonlar qarshisida teng burchaklari yotadi. Tushunarli? Tomon bilan burchak shunaqa munosabatda. Mana chizmada ham ko'rsatib qo'yibdi. Agar alfa betadan katta ekanligi berilsa, a tomon b tomondan katta ekanligi kelib chiqadi bu. Va aksincha, a tomon b tomondan katta ekanligi berilgan bo'lsa, hali burchak haqida ma'lumot bilmasak, alfa burchak beta burchakdan katta ekanligi kelib chiqadi. Tushundingmi? Xuddi shunday davom ettirib qo'ysak bo'ladi buni. Agar a tomon b tomonga teng bo'lsa, bundan kelib chiqadi alfa bilan beta bir-biriga tengligi. Buni mana bu yerga yozib qo'yaylik. Buni to'g'risiga mana buni yozib qo'yamiz. Agar alfa bilan betani tengligi ma'lum bo'lsa, bundan kelib chiqadi a tomon bilan b tomonni bir-biriga tengligi. Savollar bormi? Davom etamiz. Uchburchakning medianasiga oid tengsizliklar. C tomonga tushirilgan mediana MC
katta bo'lar ekan a plus b minus c taqsim 2 dan, kichkina bo'lar ekan a plus b taqsim 2 dan. Ya'ni o'zi tushmayotgan tomon bor-ku. MC degani C tomonga tushayotgan mediana degani. O'zi tushmayotgan tomon degani A tomon bilan B tomon. O'shalar yig'indisini yarmidan kichkina. Katta bo'ladi lekin A plus B minus C taqsim 2 dan. Shuni hozir o'girsak bo'ladimi? MA MB larga o'gira olamizmi? Kelinglar MA ga o'giraylik. MA bo'lsa katta A ni ayirishdan kerak. B plus C minus A taqsim 2 dan, kichkina B plus C taqsim 2 dan. Mana shu narsa MA ga o'girish, A tomonga tushgan medianaga o'girish bo'ladi. B tomonga tushgan medianaga o'girmoqchi bo'lsanglar, MB katta deysizlar, B ni ayirish kerak. A plus C minus B taqsim 2, kichkina A plus C taqsim 2. Tushundikmi? Va ikkinchi tengsizlik medianalarga oid. Uchburchakning 3 ta medianasini yig'indisi uni perimetrini 4 dan 3 qismidan katta bo'ladi doim. Perimetrdan o'zidan kichkina bo'ladi doim. Tushunarli? 3 ta mediananing yig'indisi kichkina bo'ladi perimetrdan. Katta bo'ladi perimetrda 4 dan 3 qismidan. Mana shu narsalarni bilsak, bemalol masalalarni yechib ketaveramiz. Kimda savol bor? Savol yo'q, ha? Misollarni yechish davomida hozirgi o'rgangan narsalarimizni mustahkamlab boramiz. Doimgidek har 5-masala. 5. Rasmda berilgan ma'lumotlarga ko'ra A, B, C, D, E kesmalarining uzunliklarini o'sish tartibida joylashtiring. Demak, uchburchak bor ekan. Uni nimalarni o'tkazibdi? Burchaklardan sezish mumkinki nimalarni o'tkazganini. Bistrisalarni o'tkazib. Mana bu yer 30 gradus. Mana bu yer ham 30 gradus. Mana bu yer 40 gradus. Mana bu yer ham 40 gradus. Xo'sh, mana bu kesma, mana bu tomon A, bu kesma B, mana bu C, mana bu D va mana bu E. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu burchak topib olaylik qani, 3-burchakni. Xo'sh, 40. Chunki asosdagi burchaklar 60 va 80 danmi? 60 ga 80 ni qo'shsak 140. Demak, bu yerga 40 qolyapti. Xo'sh. Birinchi o'rinda kelinglar mana shu tomonlari A, B va C bo'lgan uchburchakni tomonlarini taqqoslaylik. Taqqoslashdi. Shu tomonlardan boshlaylik. Bu uchburchakning burchaklari 40, 60, 80, to'g'rimi? 40, 60, 80. Qaysi tomoni eng katta? 80 ni qarshisidagimi? 80 ni qarshisida nima turibdi? A turibdi. 60 ni qarshisida nima turibdi? B turibdi. 40 ni qarshisidachi? C turibdi. Ana endi mana bu burchakni topaylik. Necha? 110 gradus. Ana shu uchburchakni tomonlarini nima qilamiz? Taqqoslaymiz. Xo'sh, eng katta tomoni qaysi? C 110 ni qarshisidagi. Undan keyinchi A D 40 ni qarshisidagi, ha? Undan keyinchi Y. Endi qaranglar. Birinchi hisoblaganimizda A, B, C lar ichida eng kichigi C bo'ldi. Ikkinchi hisoblaganimizda C, D, E lar ichida C eng kattasi bo'ldi. Ulab olsak bo'ladimi? Bir-biriga ulab qo'ysak. Demak, A bulardan A, B, C, D, E bo'lar ekan. Bizga qanaqa tartibda yozing degan. O'sish tartibida. Biz qanaqa tartibda yozdik?
kamayish tartibida, o'sish tartibida yozish uchun E, D, S, B, A ko'rinishda yozishimiz kerak. Tushundingmi? 10. Mana bunaqa chizma bo'lyapti. A, B, S, D, E. Bu yer 60 gradus. Bu yer 50 gradus. Bu yer 30 gradus. A, B, B, S, A, S, E, S, S, D, E, D. Shu kesmalar, hosil bo'lgan kesmalar ichida eng kichkinasini topishimiz kerak ekan. Min degani minimal degani, eng kichik degani. A, B, B, S, A, S, E, S, S, D, E, D. Shularning ichida eng kichigi qaysi deyapti. Xo'sh, mana bu burchakni topa olamanmi? 100. Demak, uni qo'shnisi 80. Demak, mana bu yerdagi noma'lum burchak 40. Xuddi 5-ishlagan masalamiz, yuqorida ishlagan masalamizga o'xshab, ikkita uchburchak uchun tomonlarni taqqoslab olaman. Birinchi mana shu uchburchakda bajaray shu narsani. Mana shu uchburchakda. Xo'p, nima bo'ladi? 80 ni qarshisida nima turibdi? A, B turibdi. O'sha eng kattada 60 ni qarshisida A, S. 40 ni qarshisida B, S. Endi keyingi navbatdagi uchburchakka qaraylik. Bu uchburchakda xo'sh, eng kattasi DE mi? Keyinchi SD, keyinchi S. Xo'sh. Bularning ichida eng kichigi qaysi? S. Qanday taqqoslayapsizlar? Yo, mana qaranglar. Qizil bilan bo'yab qo'ygan uchburchagimizda eng kichkina tomoni B-ku. Yashil bilan bo'yaganimizda eng kichkina tomoni S. Shularni o'zini taqqoslaydigan bo'lsak, S B-dan kichkina-ku. Buni eng kichigi bilan buni eng kichigini taqqoslayapmiz. S B-dan kichkinaligi ko'rinib turibdi-ku. Shuning uchun biz S ni berilgan kesmalar ichida eng kichigi deymiz. Tushundinglar-a? Kimda qanday savol bor? 15. Mana bu 6, bu 8, bu 2x plus 2. Masalan shartida x qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping degan. Boya aytdik, ixtiyoriy tomon qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichkina bo'lish kerak dedik-ku. Farqidan katta bo'lish kerak. Mana uchburchak tenglikka shunday borsak, mana shu yerdan s ni topsak nima bo'ladi? S katta a minus b dan bo'ladimi? S katta a minus b dan bo'ladi. Ikkinchisidan a ni topsak, a katta b minus c dan bo'ladi. Uchinchisidan b ni topsak, b katta s minus a dan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, ixtiyoriy tomon qolgan ikkita tomonni yig'indisidan kichkina bo'lishi bilan birgalikda ayirmasidan katta bo'lishi kerak. Musbat ayirmasidan katta bo'lishi kerak. Ya'ni farqidan. Tushunarli? Xo'p, biz hozir mana bu 2x plus 2 bo'lgan tomonni kichkina deymiz 6 plus 8 dan, katta deymiz 8 minus 6 dan. Farqidan. 2x plus 2 14. 2 ga bo'lib yuborsanglar x plus 1 bo'ladi. 1 dan katta
7 dan kichkina. X katta 0 dan kichkina 6 dan deymiz. X ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. X tegishli 0 dan 6 gacha. Tushundinglarmi? Savollar yo'qmi? Chunki farqida bizga kesma uzunligi -2 bo'lmaydi-ku. 6 dan 8 ni ayirib o'tirmaymiz-da bu yerda. Algebra emas, geometriya ketyapti-da bu yerda. Tushunarlar? Uzunlik manfiy chiqmasligi kerak. Mana kesma uzunligi haqida gap ketyapti. -2 dan katta desak, o'zi shunda ham uzunligi musbat bo'lib turgan narsa minusdan katta bo'lishi aniq-da. 20 ga o'tamiz. Tak. Shu narsa uzilish bo'lyapti-da. Baribir bo'lyapti. Ha, xo'p, xullas mana shunaqa. 3 burchak ekan. Mana bunaqa ekan. A, B, bu S ekan, B, mana bu D. 8, 9, 3, 5, X. X qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. X katta uchburchakka qaranglar. Tak, katta uchburchakka qaranglar. X katta 1 dan kichkina 17 dan desam 1 dan tushunib ketaverasizlar? Xo'p, pastdagi uchburchakka qarasanglar, X katta 2 dan kichkina 8 desam bo'ladimi? Ikkovsini umumiy joyi qayerda bo'ladi? 2 dan 8 gacha bo'ladi. Tushundinglar-a? Yaxshi. Yigirma besh. ABC'da 4 burchakda BA'da 48 gradus. Qanaqadir bitta 4 burchak bor ekan. ABC'da BA'da 48 gradus. ADB 52 gradus. Tak, mana bu 52 gradus. BC'da 72 gradus. To'rtburchak eng katta tomonini toping. To'rtburchak tomonlarini A, B, C, D deb belgilab oling. Eng katta tomonni topishim kerak. O'rtada diagonalda X deylik. Masalanda. Xo'p, 48 52 qo'shsak necha bo'ladi? 100 bo'lsa bu yer 80 mi? 80 bo'ladi. Birinchi mana shu uchburchakda bir tomonlar taqasib olaylik. 80 qarshisidagi D ekan, ha. 52 qarshisidagi A, 48 qarshisidagi X bo'lyapti. Endi mana bu uchburchakka qaranglar. Xo'p. Qaysi burchak berilgan? DBC 64 ekan. DBC 64. Mana bu 64 ekan. 64 72 bo'lsa bu nechi bo'ladi? 136 44 bo'lar ekan. Xo'p, bu uchburchakda taqqoslasak 72 X eng kattasimi? S keyin B. Xo'p, endi qaranglar, yana ulasa bo'ladigan holat bo'lib qoldi. X bitta uchburchakdagi eng kichkina tomon,
Boshqa bitta uchburchakdagi eng katta tomon bo'lib qoldi. Bu nima degani? Ulab olsak D A X S B bo'ladimi? Uchburchak to'rtburchak tomonlarni qoldiraylik. D A S B mi? D qaysi tomon edi? A D. A D eng katta tomon ekan. Tushunarli? A D eng katta tomon. Savollar bormi? 30 ga o'tamiz. ABC'da to'rtburchakda AB 12 ABCD desak AB 12 ekan, BC 14 ekan, CD 20 ekan, DA 8 ekan. B'da diagonal uzunligi nechta butun qiymat qabul qiladi? Mana B'da diagonal o'tkazaman, x deyman. X da butun qiymatlarni topishim kerak. Xo'p, mana bu uchburchakka qarab aytamiz, nima deymiz? X katta nechidan? 4 dan kichik 20 dan deymiz. Endi mana bu uchburchakka qarab aytamiz, x katta 6 dan kichkina 34 dan. Umumiysi nima bo'ladi? Nechidan? 6 dan 20 gacha bo'ladi-da. 6 dan 20 gacha nechta butun son bor? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 deymizdan keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 deb 13 ekan deb hisoblaymizmi? Yo'q. Qanaqa sonlar bor? 7 dan 19 gacha. Bu yerda nechta natural son bor? 19 ayrilgan 6 ta, 13 ta natural son bor deymiz. Bittalab yozib chiqib, bittalab sanab o'tirmaymiz-ku. Tushunarli? Qaranglar, men nima qilyapman? O'quvchi qilishi mumkin bo'lgan xatolar, o'quvchi qilishi mumkin bo'lgan to'g'ri ish u, lekin noqulay hisob-kitoblarni aytyapman. Hisobga e'tiborga oila bu narsa, ya'ni. Tushunarli? 35 teng yonli uchburchakning ikkita tomon uzunligi 8 va 17 ga teng. Uchburchak perimetrini toping. Zo'r masala. Teng yonli uchburchakda ikkita tomon 8 bilan 17. Ana shu yerda uchburchak tengsizligini bilish masalani yechishga ta'sir qiladi. Xo'p, o'ylaymiz. Ha, teng yonli uchburchakmi? Demak, ikkita tomoni bir xil, bitta tomoni boshqacha deymiz. Ikkita bir xil tomoni 8 8 17 yoki 17 17 8 deymiz, a? Keyin o'ylayman. Xo'p, 8 8 17 bo'lsa, mana bunaqa vaziyat bo'ladi. 17 17 8 bo'lsa, mana bunaqa vaziyat bo'ladi. Bu yerda perimetr 17 ga 16 mi? 33 mi? Bunaqa bo'lsa perimetr 34 ga 8 42. Yo 33 bo'ladi yoki 42 bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bu yerda bitta xato ketib qolyapti. Nima xato ketib qolyapti? Birinchi mana bu uchburchak mavjud emas, bunaqa uchburchak. Ikkita 8 ni kesmani olib turib, bir-biriga ulab turib qo'ysanglar 17 ni ustiga tushib ketib qoladi u. Faqat 42 degan variant to'g'ri bo'ladi. 33 variant xato. 17 17 8 bo'lsa bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana uchburchak tengsizligining ahamiyati. 40. Xo'sh. A B S Y F mana bu 8, mana bu x plus 5.
EF o'rta chiziq. O'rta chiziq degani ikkita tomon o'rtalaridan o'tuvchi chiziq degani. X ni toping. O'rta chiziq bo'lgandan keyin qaranglar. Uchburchakning o'rta chizig'i haqida bitta teorema aytib ketaman. Mana uchburchak, mana uni o'rta chizig'i. Bu tomonda ham teng 2 ga bo'ldi, bu tomonda ham teng 2 ga bo'ldi. A, B, S deylik. Asosini tak, mana buni MN desak masalan. MN ni uzunligi A sini uzunligini yarmiga teng bo'ladi hamda MN A siga parallel bo'ladi. Mana shu ikkalasi parallel hamda uzunligi masalan mana bu x bo'lsa, mana bu 2x bo'ladi. 2 marta farq qiladi. Tushunarli? Hozir shunga hozirgi 40-masalaga nima qiladigan bo'lsak, x + 5 necha ekan? 16 ekan. O'rta chiziqdan 2 marta katta bo'ladi. X necha ekan? 11 ekan. Tushundik-a? 45 DEF nuqtalar mos ravishda tomonni o'rtalari. ABC uchburchak perimetri 60 bo'lsa, EF ni perimetrini toping. A, B, S, D, E, F. Tomonni o'rtalari bo'lyapti. Bu bilan bu teng, bu bilan bu teng, AF bilan FC teng. Xo'sh, perimetr ABC 64. Endi qaranglar, mana deyman, qarang. X, Y, Z deyman, to'g'rimi? Xo'p, mana bu yer 2Z bo'lsa, mana bu yer 2Z bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? Z bo'ladi. Xo'p, mana bu yer 2x bo'lsa, bu yer nima bo'ladi? X bo'ladi. Va nihoyat mana bu yer 2y bo'lsa, mana bu yer y bo'ladi. Xo'sh, perimetrlar qanday farq qilib qoldi? 2 marta farq qilib qoldi. Chunki 2x plus 2y plus 2z berilgan uchburchakning perimetri. A x plus y plus z so'ralayotgan uchburchakning perimetri. Tushundinglarmi? 45 ham ketdi. 50. BA BSga teng. Demak, teng yonli ekan uchburchak. BA BSga teng yonli ekan. Mana bu yerda D nuqta bor ekan. Nima debdi? ABD uchburchakning perimetri 20 ga teng. BDS uchburchakning perimetri 24 ga teng. BD 6 ga teng. ABC uchburchakning perimetrini toping. Xo'sh, mana buni A desam, mana buni opshi B desam, mana buni C desam, buni qanaqadir D desam, bu hosil bo'layotgan kesmachalar x bilan y bo'lsa, mana bu uchburchagimizni perimetrini qanday yozib olaman? C plus D plus x debmi? 20 ga teng. Bu uchburchagimiz perimetrini qanday yozib olaman? D plus A plus y. Tushunaymi? Bu nimaga teng? BDS 24 ga teng. Shunday qo'shib yuboraman ikkosini. C plus D plus x plus D plus A plus y barobar 44 mi? D 2 marta kelyapti. X bilan y ning yig'indisi B ga teng. C plus B plus A plus 2x teng 44 mi? BD'ning uzunligini bizga 6 deb aytgan. 6 qo'yib yuborsam 12 bo'ladimi? A plus B plus C teng 44 minus 12. 32 mi? 44 dan 12 esa 32 mi? Demak, perimetr ABC 32 ekan. Tushundinglarmi? X plus y da.
Anavda uchburchak bitta tomonni tashkil qilib turibdi-da, shuning uchun bir tomon tashkil qilib turibdi. Bu ham tushunarlimi? Hamma tushundimi? Ikkita x bor edi. Yo, 2d, uzr. 2d. 2d. Mana shu d teng 6 degandan olib kelib bunga 12 qo'yib yuboryapmiz. Xo'p, 50 ketdi, 55. Teng yonli uchburchakning yon tomoni 12 ga teng. Agar uchburchak yon tomonining o'rtalanib tutashtiruvchi kesma uzunligi 4 ga teng bo'lsa, uchburchak perimetrini toping. 12, 12 yana nechidir? Mana bu yer 4. Xo'p, bu yer 12 bo'lsa, bu yer 12 bo'lsa, mana bu yer 4 bo'lsa, mana bu yer nechi bo'ladi? 8 bo'ladi. Chunki o'rta chiziq deb aytib o'tiribdi-ku. 8 bo'ladi. Perimetr 32 bo'ladi. Perimetr 32 bo'ladi. Qo'shib qo'yamiz shu tomonni. Oltmish. Perimetr 24 ga teng bo'lgan ABC uchburchakda AC tomonida D nuqta olindi. A, B, C uchburchakda AC tomonidan D nuqta olindi. Perimetrlar 10 va 18. Mana D olindi. Mana buni perimetri 10, buni perimetri 18. Xo'sh, demak boshlayman. Men bu tomonni A deyman, men bu tomonni jamisini B deyman, men bu tomonni C deyman, o'rtadagini D deyman. Mana buni yana X deyman, buni Y deyman. Xo'sh, A plus B plus C 24 ga teng. To'g'rimi? A plus B plus C 24 ga teng. C plus D plus X 10 ga, D plus A plus Y 18 ga teng. Mana shu ikkalasini sistema qilib qo'shib yuboraman. Nima bo'ladi? C plus D plus X plus D plus A plus Y barobar 28. X ga Y ni qo'shsak B C plus A plus B plus ikkitadami? 28. Mana bu nimani beradi? 24 ni beradi. 24 plus 2 D 28. D teng 2 mi? Bizdan o'zi shuni so'raganmidi? B da kesma uzunligini toping. B da 2. Tushundinglarmi? Oltmish besh. X ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Bitta perpendikulyar tushirilibdi 6 ga teng ekan. Mana bu x plus 2 ga teng ekan. Mana bu kesma 10 ga teng ekan. Xo'sh. Qaranglar. Bitta zo'r ish qilaman. A C B mana bu F, mana bu G. G nuqtani qaranglar, olaman. Mana shu A ni ustida nima qilaman? Olib yuraman. Qaranglar. Eng kamida nechiga teng bo'lyapti? 6 ga. Eng ko'pi bilanchi? 10 ga. Shu tezlikni yozib olaman. X plus 2 katta 6 dan kichik 10 dan. X katta 4 dan kichik 8 dan. Tushundinglarmi? Yana bitta narsa. Qaranglar. Xo'sh, e'tibor beringlar bolalar. Mana to'g'ri chiziq. Mana to'g'ri chiziq, mana nuqta. A nuqta. A nuqtadan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofalar ichida eng qisqasi A dan
shu to'g'risida tushirilgan perpendikulyar kesmani uzunligi. Mana shu D masofa A nuqtadan to'g'risigacha bo'lgan masofalar ichida eng kichkinasi. Tushundinglar a? Shuning uchun ham hozir mana shu o'rtada bor u yoqdan bu yoqqa aylanib kelayotgan kesmani eng kichkina qiymati 6 ga teng bo'lib qolyapti. Aytgancha mana bu yerda mana bunday ham bo'ladi. Tak. 6 ga teng bo'lsa ham bo'ladi. Yoki teng bo'lish kerak emasmi? G bilan F G nuqtani qayerdaligini aniq aytmaganda, G nuqta F nuqta bilan ustma-ust tusha oladimi, tusha olmaydimi o'zi? Agar ustma-ust tusha olmasa, G nuqta F bilan ustma-ust tusha olmasa, qat'iy bo'ladi. B bilan ham ustma-ust tusha olmasa, qat'iy bo'ladi. Bo'lmasa noqat'iy bo'ladi, ustma-ust tusha olsa. Tushunyapsizlar-a? Javobida noqat'iy bo'lsa, demak ustma-ust tushmasin degan ma'noda beribdi. Xo'sh. Bu tushunarlimi? 70. To'rtburchak bor ekan. A, B, C, D. Mana bu 3, mana bu 11, bu 4, bu x ekan. X qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Qaranglar, endi bitta qiziq ish qilaman. Mana A bilan D ni shu bir-biriga yaqin olib kelaversam-da x 0 gacha kamayadimi? Yoki kamaymaydimi? Yo'q, kamaymaydi. Chunki qaranglar. Bu kelib qayergacha keladi? Mana bu yergacha keladimi? Bu ham kelib mana bu yergacha keladi. Mana bir 3 bo'lsa, mana bir 4 bo'lsa, o'rtada qancha qolib ketadi? O'rtada 4 qolib ketadi. Jami 11 chiqish kerak-ku. Ana shu 4 hozirgi x uzunligi bo'lib qoladi. Mana buni chizaylik, qaranglar. Xo'sh. Mana buni 11 qilib olaman. Mana buni 3 qilaman. Buni 4 qilaman. Xo'sh. Mana shu kesmani uzunligi haqida gap ketyaptimi? Shu kesmani uzunligi ko'pi bilan qancha, kami bilan qancha degan savol ketyapti, ha? Qaranglar, mana shuni uzunligi 3, mana buni uzunligi 3, mana uzunligi 4, mana uzunligi 11. Hozir bu mana bu yerga kelaversa, shu bilan mana bunga kelaveradimi bu? Hozir buni ulab qo'yaylik qani u lekin. Mana. Kelam shu yergacha? A 4 ham mana buniki mana bu yergacha keladimi? Ko'ryapsizlarmi? X qiymati nech chiqadi shunda? 4 chiqadi, ustiga tushib qolsa. Endi bu 3 bu yoqdan kelib turib mana bu yerga kelishi ham mumkinmi? Mana bu 4 ham xuddi shunday bu yoqdan kelib mana bu yerga kelishi mumkinmi? Shunda nech chiqadi? 18. 11 ga 7 ni qo'shamiz, ha? Demak, x ni qiymati kamida 4 gacha kamayib keladi. 4 dan katta bo'ladi, xullas. Bir to'g'risida yotib qolmaydi-ku, ha? 4 dan katta bo'ladi, nechidan kichkina bo'ladi? 18 dan kichkina bo'ladi. Ana sizlarga zo'r usul. Tushundinglar, ha? Ana sizlarga zo'r usul. Savollar bormi? Shunaqa bir tasavvurda animatsiyalarni ham o'rganinglar. 75 mi? 75 ga o'tamiz. Uchburchak perimetri 72 ga teng. Uchburchak eng katta tomon uzunligi qanday qiymatlarni qabul qilish mumkin?
A plus B plus C 72. Kelinglar C tomon eng katta deb o'zimiz qabul qilib olamiz. Qaysidir tomon eng katta bo'ladi? Baribir, biz C deb qabul qilib olyapmiz o'zimiz. Farqi yo'q. Aniq xohlasanglar buni eng katta deb olaveringlar. Xo'p, seni eng katta desak, xo'sh, biz nimani bilamiz? A plus B katta bo'lish kerakmi C-dan? A plus B katta bo'lish kerak C-dan. Xo'sh. A plus B katta bo'lish kerak C-dan. Hozir mana shu yerdan C ni topinglar qani? 70 yo'q, uzr. C emas, A plus B ni topinglar qani? 72 minus C mi? 72 minus C. A plus B ni o'rniga 72 minus C ni qo'yaylik. Katta C-danmi? 72 katta 2 C-dan. C kichkina 36 dan. Eng katta tomon uzunligi qanday qiymatlarni qabul qilish mumkin? 36 dan kichkina qiymatlarni qabul qilar ekan. Xo'p. Yuqoridan 36 bilan chegaralanib, 36 dan kichkina bo'lish kerak ekan. Quyidan necha bilan chegaralanadi? Ja kichkina bo'lib ketaversa ham bo'lmaydi-ku, u o'zi eng katta tomon-ku. To'g'rimi? Qanday chegaralaymiz quyidan? Yo'q, agar bir bo'lsa perimetr 72 bo'lish kerak, qolganlar katta-katta bo'lib ketib qoladi, eng katta tomon bo'lmay qoladi-ku. Endi uchala tomon ham teng bo'lsa nima bo'ladi? Teng tomonli bo'ladi. Perimetr 72. Har bir tomon nechidan? 24 dan. Demak, eng katta tomon 24 gacha kelib tusha oladi, 24 bo'la olmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? Demak, eng katta tomon 36 dan kichkina bo'lgani bilan, lekin 24 dan katta bo'lish kerak. Agar uchala tomon ham teng bo'lib qolganda 24 bo'ladi. Demak, uchala tomon teng emas. Qaysidir katta tomon bor, demak 24 dan katta u. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa mulohazalarni o'rganishimiz kerak. O'zi 79 ta ekan masalalar. Mavzu tushunarlimi? Nima savol bo'lsa so'ranglar mavzuga taalluqli. Yo'q, hech kimdan savol. Tugatamiz bo'lsa.